o'zi bilmaydi lekin. Kelishimizni aytmay kelgan. Kelamiz. Navro'z aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Navro'z aka. Assalomu alaykum. Sağ olasın. Charchamayapsiz? O'rnidan mejallang. Assalomu alaykum. Navro'z aka bilan shogirdlar chempion bo'libdi. Allohga shukr. Shunga bilan keldik. O'zingiz bir taassurotlaringizni gapiring. Allohga shukr, mana yutuqlarimiz ancha zo'r. Xudoga shukr, mana Jasur shogirdimiz Osiyo o'yinlari AMMA bo'yicha birinchi o'rinda oldi. Juda xursandmiz. Mana medallarni o'qigan edi, ancha zalga kelib xursandchiligimizdan Allohga shukr keldi, mana Xudoga shukr mehnat qildi. Mana Shamshod shogirdimiz u ham birinchi o'rinda qildi. MMA bo'yicha yaqinda bo'lgan. Bu hammasi siz yutuqlaringizda. Bu ukamiz ham o'rinda qildida, 3-o'rin, lekin medalni olmadi. Allohga shukr, mana shogirdlarga deb xursandchilik qilib turibmiz. Zallaringiz bir mana. Zallar sharoiti shu sharoitda ham mana chempion chiqargan Navro'z akamiz. Rahmat sizga aka. Surxondaryoning obro'yini ko'taryapsiz. Rahmat. Ancha mana hozir Surxondaryoni aytsam, Navro'z akaning zalida tushunamiz, birinchi o'rinda. Rahmat, rahmat. Endi mehnat qilyapmiz, hamma yana nima desa Surxondaryoda trenerlar ham ko'p, hamma mehnat qilyapti, Allohga shukr. Shogirdlarimiz yana mana hozir 3ta 4ta bo'lsa, Xudo xolasa 10-15 taga yetsin. Ularga nima tilaymiz? Xudo xolasa inshaalloh baland cho'qqilarga chiqsin. Bu yerga biz tayyorlaymiz. Bolalardan mana Jasur shogirdimizni ham Toshkentga o'zimiz jo'natdik, chunki bu yerga bu para yo'q. Misol uchun to'g'risida yoqqa boryapti. Allohga shukr, yoqdagi trenerlar ham ancha xizmat singan, birgalikda ishlab, bu yerga Jasur o'zi ham 2-3 marta O'zbekiston chempioni bo'lib ketgan. Xudo xolasa bizni tilagimiz to'ka tepada. Xudo xolasa etap bilan Xudo xolasa chiqsin, bu shogirdlarimiz ham o'sib kelayotgan. Bunalar Xudo xolasa 1, 2, 3 izma-ketma qilib kelyapti. Yana ham shogirdlarimiz yutsin, Xudo xolasa yurtimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarib olsin. Rahmat sizga shuncha kelmagan ekan. Sizdan shuncha kutganingiz uchun rahmat aka. Rahmat sizlarga vaqt ayirganingiz uchun. Sağ olun. Yaxshi.